Bugun Iqro Arabiya akademiyasi o'quvchilari bilan birgalikda Makka shahridagi tarixiy joylarga sayohat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, barchasini ko'rib borasizlar. O'quvchilar har xil davlatdan kelishgan bo'lib, bular uchun mana ikkita avtobus olib kelintirilgan. Mana shu avtobusda hozir biz Makka shahridagi tarixiy joylarga aylanishga chiqamiz. Hammasi yaxshimi, hoji aka? Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Mana sayohatga ketyapmiz. Allohga shukr. Tayyorligimizni olyapmiz endi. Ana o'quvchilarimiz bilan Xudo xolasa Arofat maydoniga keldik. Arofat maydonida joylashgan Rahmat tog'i tepaligi. O'quvchilarimiz bilan birgalikda aynan mana shu joyga keldik. Bu joyda Turkiyadan, Yevropadan, Amerikadan, O'rta Osiyodan, xususan O'zbekistondan ham kelgan o'quvchilar bor. Ko'rayotganinglardek birgalikda ana shu joyni tanishganmiz va sayohatga kelganmiz. Bu hozircha birinchi manzilimiz. O'quvchilarimizni orasida bo'ydoq bo'lgan 18 yoshli yigitlar mana shular bo'lishadi mana. Hoji aka qanaqa bo'lyapti? Taassurotlarim juda a'lo. Zo'rmi? Hamma xizmatlari joyida bo'lib turibdi. Videoga olmen dedingiz, baribir oldin so'rashadi. Yoshim katta qiynalib qolaman degan bo'lsalar kerak. Taassurotim juda zo'r. Chunki hamma narsa hozir bajarilyapti. Bunaqa joyda sabrga o'rgatiladi. Sabrni o'rganish kerak. Ana sabr qilsa hamma narsa bo'ladi. Allohga shukrki, hammasi joyida. Hop, o'quvchilar bilan endi birgalikda biz ayni Zubayda kanalga keldik. Men bu sizlar ko'rib turgan devorga o'xshash joyini ayni Zubayda deb qo'yadi. Harun Rashidning ayollari Zubayda xonim mana shuni Shom devoridan o'sha paytda olib kelganlar kanalda tortib. Mana shu devorni ko'ryapsizlar? Mana. Mana. Haligacha saqlanib turibdi. Nima uchun olib kelingan desa, Makka shahriga Zubayda xonim kelganlarida mana taglarga turibdi. Kelganlarida mana shu joyda makkaliklarni chanqagan, suvga ehtiyoji borliklarini ko'radilar va shundan keyin mana shu joyni tortib keladilar. Ma'lumotlarda aytiladi 18 tonna oltin ketgan deyiladi o'sha paytda. Hozirgi pulga hisoblaganda 2 milliard dollarga yaqin pul ketgan olib kelish uchun. Asrlar davomida xizmat qiladi makkaliklar uchun. Mana o'quvchilarimiz akademiyani gitidan mana shu kanal to'g'risida ma'lumot olishyapti. Endi Mino vodiysiga kelganmiz. Mino vodiysida hajga kelgan ziyoratchilar turishadi. Bilasizlar, xabaringlar bor. Har bitta palatkani tagida, ya'ni hayman tagida 10-20 ta yaqin ziyoratchilar turadi. O'quvchilarimiz bilan aynan shu joy keldi. Mana bu Jamarot hisoblanadi. Eshitgan, o'qigan joyinglar mana. Jamarot vodiysi. Juda ham katta. Mana bu yoqda ham mana haymalarni ko'rishingiz mumkin, soyabonlarni, palatkalarni. من بو أسد. أهلا. كيف حالك؟ الله يعينك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا رب. طبعا اليوم عندنا رحلة لمعالم مكية. مرينا بعرفات ومزدلفة وخاصرة عين زبيدة، وحاليا نمر بآخر محطة من محطاتنا، أو قبل الأخير بالأصح، محطة منى. زي ما أنتم شايفين مخيمات منى وأيضا الجمرات، وبإذن الله عندنا المحطة الأخيرة حتكون غار ثور، حيكون في فعالية خاصة باللغة العربية والسوق التراث القديم، وإن شاء الله إنه ينال استحسان جميع الطلاب بإذن الله. o'quvchilarimiz bilan birgalikda mana shunday bir joyga kelganmiz mana. وإذا مررتم بديار خاوية فتذكروا O'sha davrni الكلمة تبقى بعد الدار والشاعر يبقى بعد القافلة، فاسمعوا جيدا ولا تنسوا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا فليعلم القاصي والداني أن النابغة الذبياني قد دخل سوقنا وفي شعره قوى وتفاخر به أمام شعراؤنا، وهو اليوم يخرج منها وهو أشعر الشعراء. sahobalar davrini kirib berishyapti. هيا يا قوم، هيا 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 يا أهل السوق، استبشروا يا أهل السوق، ها هي القوافل قد وصلت. الحمد لله. أهلا ومرحبا بكم في مكة. إنها قوافل اليمن. ما شاء الله. تفضل، أهلا وسهلا بك يا سيدي. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. تفضل، ألقي نظرة في السوق. مرحبا بك يا سيدي.
لدينا أجود أنواع السلال والحبال ما شاء الله. والصناديق القوية. وأخي إن لديه مهارة في صنعها يا سيدي. اشتريني هذه السلة ب5 دراهم. أهلا وسهلا ومرحبا بك في سوق القوافل. تفضل واقترب. هذا عطر؟ نعم، لقد صنعت هذه. أهلا وسهلا بك يا سيدي. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليك الحمد السلام لله. ورحمة الله. طيب. أنا أبو الحسن تاجر الجلود في هذا السوق. من أنت؟ أنا من أوزبكستان. ما هو اسمك يا سيدي؟ اسمه أيوب. أيوب. أهلا وسهلا بك يا أيوب. نعم، جزاك أنا الله. أبو الحسن تاجر الجلود، وأهلا وسهلا بكم في مكة. مكة ترحب بكم يا سادة، شرفتمونا وأنستم. شكرا يا حبيبي. أهلا وسهلا. لدي الفخار وجميع أنواع الجراب. انظر إلى هذه الجرة، هي مزينة بالنقوش وقد صنعتها بيدي، وهي صنعت من طين كريم تحفظ الماء وتبرد كالحكمة تبرد القلوب. عللت أهلا ووطئت سهلا. شكرا لك. Makka shahridagi sayohatimiz ham o'z poyoniga yetdi. Xudo xolasa mana o'quvchilarimiz Siz ham Makka shahrida joylashgan Iqror Arabiya akademiyasiga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu pastdagi telefon raqamiga yoki Telegram orqali bizga o'tib murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa yaqindan yordamlashamiz.